navbatdagi obyektimizni ham topshirish jarayonidamiz. Yazavon Qorsonqol qishlog'iga o'rnatyapmiz. Bitta o'sha hisobda 13 ta rom, 10 ta fortichka 34 millionga tayyor bo'lyapti. Bu romlarimizni tashqaridan ko'rinishi. Bu esa chap tomondan ko'rinish. Bu ichkaridan ko'rinishi. Romlarimiz Tayxu Plus seriyadan bo'lyapti, Patagonnik. Hop, bunga aytganimizdek mexanizm ham qo'yib berganmiz. Romlar ikki tomonga ochiladi. Shovqinga, issiqqa, sovuqqa o'ta a'lo tanlov. Bu o'sha ko'rinish. Ukalar, bizda oldindan to'lov yo'q. Qachonki zakaz berasizlar, uylaringga olib o'rnatamiz. O'sha jarayonda pulni sanab berishlaring kerak bo'ladi. Kimga vodiy bo'ylab shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveradi.